Assalomu alaykum hurmatli futbol ishqibozlari. Yorqin lahzalar kanaliga xush kelibsiz. Srechko Katanes Toshkentda. O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatiga chiqishga katta hissa qo'shgan murabbiy ertaga Qatarga qarshi bahsni stadiondan kuzatishni va o'yindan so'ng taqdirlanishi kutilmoqda. Свежий xabarlar. Katanes janoblari Toshkentda. How are you? Good. You? Good. Okay. You come today? Yeah. Everyone happy. To see. Yeah. You ask me, I can. Thank you. Otherwise, no. Qatar terma jamoasi hujumchisi Almoez Ali jahon chempionati 3-saralash bosqichi 10-turdan o'rin olgan O'zbekistonga qarshi o'yin oldidan o'z fikrlarini bildirib o'rtoqlashdi. O'zbekistonga qarshi bo'lajak o'yinga tayyorgarlik boshlangan. Jamoamiz ushbu bosqichda qiyinchiliklarga duch keldi. O'z maydonimizda kuchli o'yin ko'rsatdik, biroq Qatar stadionlaridan tashqarida biroz qiyinchiliklarga duch keldik va bizdan kutilgan natijalarning ko'piga erisha olmadik. Saralash bosqichida o'z maydonimizda g'alaba qozonish va safarda ijobiy natijalar ko'rsatish kerakligini yaxshi bilamiz. Muxlislarga shuni va'da qilamizki, keyingi o'yinlarga shay holatda bo'lamiz. O'zbekistonga qarshi bellashuvdan boshlab bizdan talab qilingan barcha ishlarni bajaramiz va jahon chempionati saralashi keyingi bosqichiga tayyorgarlikni shu o'yindan boshlaymiz, dedi 28 yoshli futbolchi. Yana bir qatarlik futbolchi Ahmad Aljani jahon chempionati 3-saralash bosqichi 10-turdan o'rin olgan O'zbekistonga qarshi o'yin oldidan o'z fikrlarini bildirib o'rtoqlashdi. Oldinda O'zbekistonga qarshi muhim o'yin kutib turibdi. Biz play-off bosqichiga yo'l oldik. Mundialga bir qadam qoldi. To'g'ri, bizda murabbiy yangi, lekin jamoadagi mentalitet o'zgarmagan. Barchamiz birgalikda bir jamoa bo'lib jahon chempionatiga borishni xohlaymiz. Xudo xohlasa, bu orzuga birgalikda erishamiz, dedi 24 yoshli futbolchi. O'zbekiston Qatar o'yini oldidan jamoa rasmiylari ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda OFK vakillari va mahalliy tashkiliy qo'mita tomonidan ishtirokchilarga o'yinga oid bir qator masalalar, xususan marketing, tibbiyot va xavfsizlik yo'nalishlari yuzasidan tushuntirish va eslatmalar berib o'tildi. Vakillarimiz mazkur bahsda to'liq oq libosda, darvozabonimiz esa qora libosda harakat qilishi ma'lum bo'ldi. 2026-yilgi jahon chempionatiga chiqqan O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori va eng zo'r to'pirari Eldor Shomurodov uchun kelasi mavsum juda muhim ahamiyat kasb etadi. Tez orada 30 yoshni qarshilaydigan mohir hujumchimiz bir yilda AQSh, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan jahon chempionatiga yuqori sport formasida yetib borish kerak. Buning uchun hamyurtimiz o'z klubida bu mavsumning ikkinchi yarmida bo'lgani kabi muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lishi kerak. Agar Roma boshqaruvida Claudio Ranieri qolganida 73 yoshli mutaxassis navbatdagi chempionatda ham legionerimizga suyangan bo'lardi. Biroq Ranieri o'zi aytganidek qildi va bosh murabbiylikni topshirdi. Endi bo'rilarni yangi mavsumga Gianpiero Gasperini tayyorlaydi. Bu Romaning barcha futbolchilari qatori Eldor Shomurodov ham yangi murabbiylar shtabiga nimalarga qodirligini yana bir bor namoyish qilishiga to'g'ri kelishidan dalolat beradi. Italiya futbolini yoritib borayotgan nufuzli manbalar O'zbekiston futbolchisining jamoaga yangi tayinlangan bosh murabbiyga munosabatini e'lon qildi. Sports.uz portali Eldor Shomurodovning Gasperini haqidagi fikrlarini o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiboriga havola qiladi. Eldor Shomurodov maydonda o'z ishini sidqidildan bajarishi orqali jamoa asosiy tarkibidan munosib joy oldi va rimlik muxlislarning hurmat va e'tiborini qozondi. Ayni paytda O'zbekiston milliy terma jamoasining sardori sifatida jahon chempionatiga chiqqanini nishonlayotgan Shomurodov birinchi navbatda Romadagi kelajagi haqida ham o'ylayotgani bor gap. O'zbek futbolchisi yangi bosh murabbiy Gianpiero Gasperini bilan birga ishlashdan nimalar kutayotgani haqida gapirdi. U jamoa boshqaruvining Claudio Ranieridan Gasperiniga o'tganidan xavotirda emasligini ta'kidladi. Zo'r, hamma uni taniydi. Gasperini Atalantani 0dan qutqarib, muntazam Yevropa Chempionlar Ligasida o'ynaydigan va hatto sovrinlar uchun kurashadigan jamoa darajasiga yetkazganini barcha yaxshi biladi, dedi Eldor Shomurodov. Shuningdek, o'zbekistonlik legioner Gasperinining ish uslubi va murakkab mashg'ulotlar tizimini qabul qilishga tayyorligini ham bildirdi. Og'ir mashg'ulotlar meni qo'rqita olmaydi. Men har qanday jismoniy yuklamalarga tayyorman, dedi Romaning tajribali hujumchisi. Eldor keyingi paytda har tomonlama o'zgarganini va o'ziga bo'lgan ishonchi ortganini aytdi. Buni o'zbek futbolchisi Roma uchun muvaffaqiyatli o'tgan chempionatda ham namoyish qildi.
14-raqam egasi muhim uchrashuvlarda kuchli va qat'iyatli harakatlarni namoyish qildi. Jamoa manfaati uchun ishlash qobiliyati va har qanday sinovga tayyorligini ko'rsatdi. Hozir o'zimni umuman boshqa o'yinchi sifatida his qilyapman. Claudio Ranieri menga o'zimga bo'lgan kuchli ishonchimni qaytardi, dedi mavsum qahramonlaridan bo'lgan Eldor Shomurodov, deb yozmoqda Roma Forever IT portali eksperti Francesco Di Nora. Eldor Shomurodov yakunlangan mavsumda Roma safida A Seriya Italiya Kubogi va Yevropa Ligasida jami 37 ta uchrashuvda ishtirok etib, o'z hisobiga 7 ta gol va 5 ta assist rasmiylashtirdi. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli futbol ishqibozlari? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.